1 yil oldin O'zbekiston ilk bor futbol bo'yicha jahon chempionatiga yo'l oldi. Bu nafaqat futbol muxlislari, balki butun bir mamlakat uchun tarixiy voqea bo'lib qoldi. Terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun Aviasiz.uz Meksikada mural yaratishga qaror qildi. Keling bu haqida sizga batafsil gapirib beraman. Jahon chempionatining asosiy voqealari bo'lib o'tadigan mamlakatlardan biri bu Meksika. Shu sababli biz qo'llab-quvvatlash ramzini aynan shu yerda yaratishga qaror qildik. Bu shunchaki rasm emas, bu futbolchilarimizga bo'lgan hurmat. Bu yillar davomida terma jamoaga ishongan muxlislarga minnatdorchilik. Bu O'zbekiston nomi endi jahon chempionati ishtirokchilari qatorida ekanligini ko'rsatadigan ramz. Bu muralda o'zbek madaniyati, futbol va terma jamoamizga bo'lgan ishonch birlashgan. Mural markazida oltin medal o'rniga patir tishlayotgan yigit tasvirlangan. Bu bejiz emas. O'zbekistonda quvonchli va muhim voqealarni nom bilan nishonlash, patirdan tatib ko'rish ezgu an'analardan biri hisoblanadi. Yana bir muhim ma'no, bugun har bir o'zbekistonlik bola o'zini kelajakdagi jahon chempionati ishtirokchisi sifatida tasavvur qilishi mumkin. E'tibor bersangiz, muraldagi fantiklar ranglari ham O'zbekiston bayrog'ining ranglaridan iborat. Muraldagi golg'a shiori esa gol va olg'a so'zlarining birlashgan varianti. Meksikadagi muralni ko'rib qolgan toshkentlik rassom bizga xabar qoldirdi. Toshkentda bundan ham zo'r mural bo'ladi deb. Xabarni ko'rib, biz hayron qoldik va intizorlik bilan kutishni boshladik. Bu shunchaki gap bo'lib qolmadi. Tez orada Toshkentda ham mural paydo bo'ldi. Toshkentdagi muralni ko'rib biz hayron qoldik. U juda ham ajoyib va chiroyli. Siz ham bu muralni ko'rishni istasangiz, ko'rsatilgan manzil bo'yicha boring. Toshkentdagi muralni ma'nosini tushunish uchun siz keyingi lavhani ko'rishingiz kerak. Rassom Toshkentdagi muralni aynan shu yiralash lavhasidan ilhomlanib chizgan ekan. Bu O'zbekiston xalqining azaldan futbolga bo'lgan mehrini ko'rsatadi. Biz muralni chizgan rassomdan intervyu oldik. Bu Shohrux, bu muralni chizgan bizning rassomimiz. Dale. Rassom juda ham zo'r chiqqan. Shohrux, siz futbol ko'rasizmi? Albatta futbol sevaman. Gruppadan chiqamizmi yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Ehtimoli katta chiqamiz, xudo xolasa. Kolumbiyani necha hisob bilan yutamiz yoki yutqazamizmi? Birinchi o'yin, asosiy o'yin, asosiysi yutqazmasak bo'ldi, xudo xolasa. Hech bo'lmasa necha o'ynasak ham zo'r bo'ladi. Bizning jamoaga tilaklaringiz? Jamoani har doim qo'llab-quvvatlayman, ijodim bilan har doim olg'a O'zbekiston. Olg'a O'zbekiston. Ilk bor jahon chempionatida qatnashayotgan terma jamoamizni katta o'yinlar kutmoqda. Biz esa har bir o'yinni kuzatib, har bir golga quvonib, ularga omad tilab qolamiz. Bu mural nafaqat bugungi yutuqni nishonlaydi, balki kelajak avlodni ham ilhomlantiradi. Kecha jahon chempionatida o'ynash ko'pchilik uchun uzoq orzu bo'lib tuyulgan bo'lsa, bugun bu maqsadga erishish mumkinligini isbotlaydi. Balki bugun mahallada to'p tepib yurgan bolalar ertaga jahon chempionatiga chiqadi. Agar siz ham bizni jamoani qo'llab-quvvatlashni istasangiz, muralni oldiga keling va rasmga tushing. O'zbekiston g'olg'a.